Yo'q, sen onangni so'ramaysan. Yo'q, senga onang kerak emas, nima kerak qilasan sen menga qo'ng'iroq qilib? Manipulyatsiya deyiladi. O'tira, manipulyativ, toksichniy. Shunaqa bolani ichigacha ana aybdorlik tuyg'usini ekib qo'yasizki, u bechora daraxt bo'lib ketadi ichida. Bir umr nima qilsam onamni rozi qilaman, nima qilsam onamga sodiq farzand bo'laman, yaxshi farzand bo'laman deb ichini yeb yotadi. Bu jabr deydi, bu yetuklik emas, ayollar. Shuning uchun bir gapni unutmang. Ana xafa bo'layotgan bo'lsangiz ayting, bolam, asandan ozgina xafa bo'ldim. Nimaga menga qo'ng'iroq qilmading? Qo'ng'iroq qilib turdi menga, vaqtingni topdi desangiz, ha bo'ldi oyi, bo'ldi, xo'p oyijon, bo'ldi, qilaman deydi. Lekin o'tirib olib siz, yo'q, senga ona kerak emas, sen boshqalarni ona degan, bor boshqani ona degan narsa mana shu bolaning miyasiga, ongiga shunaqa o'tirib qoladi. Katta bo'lsa ham bilasizmi, sizga qilgan yaxshiliklari aslida sizni rahmat, voy bolam degan gapingizni eshitish uchun bo'ladi. Ya'ni shartli bo'ladi. Biz nima haqida gapiryapmiz? Shartsizlikmi? Davaychi bolalarni qanday tarbiyalash kerak? O'ziga ishongan, shunchaki jabrdiyda ona emas, balki baxtli onaning farzandi ekanini yodiga solish kerak.